Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli hamkasblar. Ilmiy kengash 15 nafar a'zolar miqdorida tasdiqlangan, kvorum mavjud. Ilmiy kengash a'zolarida qanday takliflar bor? Boshlash taklifi tushyapti. Mazkur taklifni tarafdorlarini ovoz berishingizni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Ilmiy kengash yig'ilishini ochiq deb e'lon qilishga ruxsat berasiz. E'tiboringizga quyidagi kun tartibini havola qilinadi. Izlanuvchi Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi Abdulaziz Hajiyeva Ruxonaxon Bahodirjon qizining 14.00.03 Andijon viloyatidagi qandli diabet infeksiyasini kechish xususiyatlari mavzusidagi tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyasini muhokamasi. Taklif etilgan kun tartibi bo'yicha qanday savollar bor? E'tirozlar yo'qmi? Yo'q. Kun tartibini tasdiqlash tarafdorlarini ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Kun tartibi bo'yicha bir ovozdan tasdiqlanadi. Kun tartibidagi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasining mavzusi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan B2023.2 PhD 3487 raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. Dissertatsiya Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot institutida bajarilgan. Dissertatsiyaning to'liq matni Andijon davlat tibbiyot institutini qoshidagi ilmiy kengash veb sahifasida joylashtirilgan. Dissertatsiyaning avtoreferati 3 xil tilda, o'zbek, rus, ingliz tilida ilmiy kengashning veb sahifasida va Ziyonet axborot ta'lim portalida joylashtirilgan. Ilmiy rahbar Alimova Nasiba Usmonovna, tibbiyot fanlari nomzodi, Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazida katta ilmiy xodimi, rasmiy Kasi tinatanong customer pa naman kanina. Sabi niya walang trouser. Wala nga daw doon. nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi neyroendokrinologiya bo'lim mudiri, katta ilmiy xodim, tibbiyot fanlari doktori professor Xolikova Adliya Amanullayevna. Ikkinchi opponent tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi endokrinologiya kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari nomzodi Jurayeva Aziza Shahzodayevna. So'zni ilmiy kotibga beramiz. Ilmiy izlanuvchini shaxsiy 20 jild materiallarini tanishtirish uchun. Marhamat. Assalomu alaykum. Abdulaziz Hojiyeva Ruxona Bahodir qizi ruxsatlar bilan qisqacha biografiyasiga to'xtalib o'tsam, 1995-yilda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 2020-yilda Andijon davlat tibbiyot institutini tamomlagan va 20-22-yillarda Andijon davlat tibbiyot instituti endokrinologiya mutaxassisligi bo'yicha klinik ordinaturada o'qigan. 2023-yildan hozirgi vaqtgacha gospital terapiya va endokrinologiya kafedrasi assistenti lavozimida ishlab kelmoqda. Abdulaziz Hojiyeva Ruxona o'zini fidoyiligi, kasbiga sadoqati, mehnatsevarligi tufayli jamoadoshlari ichida hurmat qozongan. U fidoyi shifokor, shu bilan birga kasbiga sadoqatli pedagog hamdir. Abdulaziz Hojiyeva talabalarga dars berish mobaynida o'zini ilmli, yetuk salohiyatli kadr ekanligi, pedagogik qobiliyati yuksak ekanligi bilan ham ajralib turadi. Abdulaziz Hojiyeva Ruxona hozirda Andijon viloyatida yashovchi, birinchi turli tur qandli diabet, katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasini kechish xususiyatlari mavzusida ilmiy izlanishni himoyasi arafasida. Faoliyati davomida 30 dan ortiq ilmiy maqolalar, tezlar chop etilgan va yuqori impact faktorda Scopusga oid tibbiyot jurnallarida maqolasi ham chiqqan. Abdulaziz Hojiyeva oilali, 3 nafar farzandni, 2 nafar o'g'il va bir qizaloq onasi. Arizachining shaxsiy papkasidan ko'chirma, sertifikatlar, diplom nusxalari mavjud. Ariza beruvchi tomonidan taqdim etilgan hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa fan doktori ilmiy darajasini berish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga javob beradi. Plagiatga ko'rilganda originalligi o'zbek tilida
83,8. İngilizce 70,11, Rusda 72, rus tilida 11 va ushbu dissertatsiya ishi sun'iy intellektga tekshirilganda 0% ko'rsatdi. Moqsiliklari 15,48, 29,33 va ruschada 20,79. Iqtibos keltirishlar 1,44, 0,156 va rus tilida 1,92. O'zimizda iqtiboslar 0% ko'rsatgan. Rahmat. Ilmiy kotibga yoki izlanuvchiga savollar bormi? Yo'q. Ma'lumot uchun qabul qilish taklifi bor. E'tirozlar yo'q bo'lsa, bir ovozdan qabul qilinadi. Dissertatsiya ishini asosiy mazmunini e'lon qilish uchun so'z izlanuvchiga beriladi. Marhamat, Ruhon Mustaqirovna. Assalomu alaykum rais, hurmatli kengash a'zolari. Sizlarning e'tiboringizga Andijon viloyatida yashovchi birinchi tur qandli diabet katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasining kechish xususiyati nomli ilmiy tadqiqot ishining natijalari bilan tanishtirishga ruxsat berasizlar. Qandli diabet birinchi turi keng tarqalgan surunkali kasallik bo'lib, insulinning absolyut yetishmovchiligi va umrbod tashqaridan insulin yetkazib berish bilan ta'riflanadi. Qandli diabet birinchi turining tarqalishi va uchrashi jadallashuvi umumiy qandli diabet bemorlarida 1% dan 10% gacha holatlarda kuzatiladi. Tizimli tahlil va meta-analizlarga ko'ra, qandli diabet birinchi turining tarqalishi butun dunyoda 9,5% ni tashkil qilib, uning uchrashi esa o'z navbatida 15 ta hola 100 ming aholiga nisbatan tashkil etadi. Butun jahonda kasallikning sezilarli geografik qiyoslanishi tafovut qilinadi. Eng yuqori cho'qqisi Finlandiya, Shimoliy Yevropa mamlakatlarida Xitoy va Venesuelada qandli diabet tarqalishi nisbatan ko'proq uchraydi. Birinchi tur qandli diabet bilan kasallanish dunyo bo'ylab ortib bormoqda. Ammo turli mamlakatlar o'rtasida sezilarli o'zgaruvchanlik mavjud bo'lib, dunyoning ayrim mintaqalarida kasallanish darajasi boshqalarga qaraganda ancha yuqori kuzatiladi. O'zbekiston Respublikasida qandli diabetning birinchi turining tarqalish va kasallanish ko'rsatkichlarini 100 ming aholiga nisbatan tahlil qilganimizda, tarqalish 2000-yilda 7,6%, 2024-yilda 30,3%, kasallanish bo'lsa 2000-yilda 1,7%, 2024-yilda 5,3%. COVID-19 infeksiyasi butun dunyoni larzaga sola oldi. Butun dunyoda 550 milliondan ortiq bemorlar zararlandi. O'zbekistonda 253 mingdan ortiq insonlar COVID-19 infeksiyasi bilan zararlandi. Andijon viloyatida esa 14 milliondan ortiq insonlar zararlandi. O'lim ko'rsatkichi 0,7%, o'lim ko'rsatkichi 0,4%, Andijon viloyatida esa 0,4% bo'ldi. Ilmiy ish maqsadi Andijon viloyatida yashovchi 18 dan 40 yoshdagi birinchi tur qandli diabet bemorlarida COVID-19 infeksiyasining kechishini baholashdan iborat bo'ldi. Tadqiqot vazifalari: Andijon viloyati va hududlar kesimida qandli diabet birinchi tur kasalligi bilan kasallanishi, tarqalishini o'rganish, qandli diabet birinchi tur 18 dan 40 yoshgacha bo'lgan bemorlarda COVID-19 infeksiyasi tarqalganligini tahlil qilish, COVID-19 infeksiyasi o'tkazmagan va o'tkazgan qandli diabet birinchi tur 18 dan 40 yoshgacha bo'lgan bemorlarda glikemik kompensatsiya darajasini o'rganish, COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan va o'tkazmagan qandli diabet birinchi tur 18 dan 40 yoshgacha bo'lgan bemorlarda insulin terapiyani baholash, qandli diabet birinchi tur 18 dan 40 yoshgacha dagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasi o'tkazgandan keyin o'tkir va surunkali asoratlarini tahlil qilish. Tadqiqotdagi bemorlarni Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Andijon filialiga 2021-2023 yillar mobaynida murojaat qilgan 120 ta qandli diabet birinchi tur katta yoshdagi bemorlar olindi.
Ularning yoshi 18 dan 40 yoshgacha oraliqni tashkil etdi. Birinchi guruhdagi bemorlar 65 ta anamnezda COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan bemorlar bo'ldi. Ayollar 46%, erkaklar 54% tashkil etdi. Ikkinchi guruhda esa 55 ta anamnezda COVID-19 infeksiyasi o'tkazmagan bemorlar bo'ldi. Ayollar 45%, erkaklar 55% tashkil etdi. Kiritish mezonlari. Birinchi tur qandli diabet, 18 yoshdan yuqori bemorlar, SARS-CoV-2 infeksiyasining tasdiqlangan holati, PCR testi va serologik testning ijobiy natijasi. Mustasno mezonlariga esa ikkinchi tur qandli diabet, 18 yoshdan kichik ayol va erkak bemorlar. Umumiy klinik tekshirish usullariga quyidagilar kiritilgan. Ishlab chiqilgan tadqiqot protokoliga muvofiq COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan yoki o'tkazmaganligi so'rov natijalarini ma'lumotini to'plash, biokimyoviy sinovlar, umumiy qon, umumiy peshob tahlili, qonda glyukoza, glikogenlangan gemoglobin, mochavina. Qandli diabet birinchi tur kasalligini Andijon viloyatida tarqalish dinamikasini ko'rganimizda, Andijon shahri 30,7, 2024-yilda 50,9 ta, Andijon tumanida 2019-yilda 14,5, 2024-yilda 32,6 ta. Shahrixon tumanida 2019-yilda 14,2, 2024-yilda esa 28,9 ta. Qandli diabet birinchi tur bilan kasallanish dinamikasi Andijon viloyatida ko'rilganda 2019-yil Andijon shahrida 7,3, 2024da 8,9 ta, Qo'rg'ontepa tumanida 2,9, 2024-yilda 9,2 ta, Shahrixon tumanida 2019-yilda 5,2 ta, 2024-yilda 8 ta tashkil etdi. Andijon viloyatida yashovchi aholi o'rtasida COVID infeksiyasining tarqalish dinamikasi esa 2020 va 2021-yillarda 625 ta, 2021-yilda 702 ta, 2020-yilda 231 ta, 2021-yilda 404 ta. 2020-yilda 125 ta Oltinko'l tumanida, 2021-yilda Oltinko'l tumanida 338 ta, Izboskan tumanida 2020-yilda 138 ta, 2021-yilda 336 ta. Bundan ko'rinib turibdiki, COVID-19 infeksiyaning tarqalish yuqori cho'qqisi bu 2020 va 2021-yillarga to'g'ri kelgan. COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan qandli diabet birinchi tur katta yoshdagi bemorlarning diabetik kompensatsiyasi holatini tahlil qilganimizda, COVID-19 o'tkazgan bemorlarimizda kompensatsiya davri aniqlanmadi. Subkompensatsiya davri 32%, dekompensatsiya davri 68% ni tashkil etdi. COVID-19 o'tkazmagan bemorlarda esa kompensatsiya davri 10%, subkompensatsiya davri 51%, dekompensatsiya davri 39% aniqlandi. Glikogenlangan gemoglobinga asoslanib, diabetik kompensatsiya darajasini tahlil qilinganda birinchi guruhdagi bemorlarda kompensatsiya davri 32%, dekompensatsiya davri esa 68% bo'lgan. Ikkinchi guruhdagi bemorlarda esa kompensatsiya davri 51%, dekompensatsiya davri 49%. Qandli diabet birinchi tur COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan va o'tkazmagan bemorlarda uzoq va qisqa ta'sir qiluvchi insulin ehtiyojlari. COVID-19 o'tkazgan bemorlarda qisqa ta'sir qiluvchi insulin 18 ta'sir birligida, uzoq ta'sir qiluvchi insulin 48 ta'sir birligida, sutkalik insulin esa 66 ta'sir birlikda bo'lgan. COVID-19 o'tkazmagan bemorlarda qisqa ta'sir qiluvchi insulin 16 ta'sir birligida, uzoq ta'sir qiluvchi insulin 40 ta'sir birligida, sutkalik insulin esa 59 ta'sir birligida bo'lgan. COVID-19 infeksiyasi o'tkazgandan oldin va keyingi davrdagi insulinga bo'lgan ehtiyojlari. COVID-19 davrida qisqa ta'sir qiluvchi insulin 20 ta'sir birligida, uzoq ta'sir qiluvchi insulin 50 ta'sir birligida, sutkalik insulin 70 ta'sir birligida. COVID-19 dan oldin esa qisqa ta'sir qiluvchi insulin 14 ta'sir birligida, uzoq ta'sir qiluvchi insulin 40 ta'sir birligida, sutkalik insulin 54 ta'sir birligida bo'lgan. Tekshiruvdagi bemorlarda aniqlangan surunkali asoratlari COVID-19 o'tkazgan bemorlarda diabetik Down sindromi 5%, diabetik katarakta 12%, diabetik retinopatiya 47%, diabetik nefropatiya 69%, diabetik polineuropatiya 66%.
COVID-19 o'tkazmagan bemorlarimizda esa diabetik tovon sindromi 2%, diabetik katarakta 5,4%, diabetik retinopatiya 23,6%, diabetik nefropatiya 49%, diabetik polineuropatiya esa 51%. COVID-19 o'tkazgan bemorlarda aniqlangan mikroangopatiyalar darajalari tahlil qilinganda COVID-19 o'tkazgan birinchi guruhdagi bemorlarimizda diabetik retinopatiya birinchi daraja 33%, ikkinchi darajasi 61%, uchinchi darajasi 6% tashkil etdi. Diabetik polineuropatiya esa birinchi daraja 46%, ikkinchi daraja 54% tashkil etdi. Avtonom polineuropatiya 23%, erkaklar erektil disfunksiyasi 67%, gastropatiya 33%. COVID-19 o'tkazmagan bemorlarda esa diabetik retinopatiya birinchi daraja 62%, ikkinchi daraja 38%, uchinchi daraja 1% aniqlangan. Diabetik polineuropatiya birinchi daraja 64%, diabetik polineuropatiya ikkinchi daraja 36%, avtonom polineuropatiya 10%, erkaklar erektil disfunksiyasi 26%, gastropatiya 15%. Tekshiruvdagi bemorlarda aniqlangan o'tkir asoratlar COVID o'tkazgan bemorlarda diabetik ketoatsidoz 12%, gipoglikemik koma 5,4%. COVID-19 o'tkazmagan bemorlarda esa diabetik ketoatsidoz 8%, gipoglikemik koma 3,6%. Tekshiruvdagi bemorlarda aniqlangan makroangopatiya asoratlari. COVID-19 o'tkazgan bemorlar oyoq qon tomir tromboemboliyasi 1,5%, miokard infarkti 3%, bosh miya qon tomir aylanishi o'tkir buzilishi 7,6%, o'tkir koronar sindrom 4,6% aniqlandi. COVID-19 o'tkazmagan bemorlarda esa oyoqlar qon tomir tromboemboliyasi, miokard infarkti, o'tkir koronar sindrom aniqlanadi. Bosh miya qon tomir aylanishining o'tkir buzilishi 1,8% bo'ldi. COVID-19 o'tkazgan birinchi guruh bemorlarning ko'krak qafasini MSKT va kasallanish kechish darajalarini ko'rilganda bir tomonlama pnevmoniya 43%, ikki tomonlama pnevmoniya 57% tashkil etdi. Yengil kechishi 5%, o'rta og'ir kechishi 41%, og'ir kechishi 54% tashkil etdi. COVID-19 o'tkazgan va o'tkazmagan bemorlarda aniqlangan umumiy asoratlar solishtirilganda COVID-19 o'tkazgan qandli diabet birinchi tur bemorlarda osteoporoz 9%, nimyotkir tiroidit 12%, autoimmun tiroidit 20%, tos suyagi yemirilishi 11%, ko'rlik 3%, o'tkir tiroidit 9%, surunkali tiroidit 18%, tizza bo'g'imi sinusiti 31%, uverit 3% da aniqlandi. COVID-19 o'tkazmagan qandli diabet birinchi tur bemorlar surunkali tiroidit 4%, autoimmun tiroidit 27%, tizza bo'g'imi sinusiti 7% da aniqlandi. Ko'rlik, o'tkir tiroidit, nim o'tkir tiroidit, tos suyagi yemirilishi uverit bu guruhdagi bemorlarda aniqlanmagan. COVID-19 infeksiyasi bilan kasallangan birinchi tur qandli diabet bemorlarini ilmiy rahbarim bilan birgalikda boshqarish algoritmini ishlab chiqdik va algoritm amaliy ko'nikma xulosalar e'tiboringizga taqdim etildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Taklif tugadi. Tuga. Slaydlaringizda ko'rsatilgandek retinopatiya bemorlar 3% tashkil etyapti. Shu bemorlarda qanaqa natijalar bo'ldi? Qanaqa tekshiruvingizni xulosalari qanday bo'ldi? Ayni retinopatiya kuzatilgan COVID-19 o'tkazgan bemor bo'yicha operatsiya qilindimi? Qanday olib borildi? Savolingiz uchun rahmat, Dubar Sadiqovna. Bizni tadqiqotimizda COVID-19 infeksiyasida paytida bemorlarimizda ikkitasida ko'rlik aniqlandi. Ularni kasallik staji yuqori bo'lganligi sabab ular 2024-yilda shu ikkita bemorimiz vafot etgan.
ularda asosan ko'rdik ikkita bemorlarimizda aniqlangan COVID infeksiyasining ta'sirida. Bir soatlikdan javobdan qoniqdingizmi? Qoniqdim, rahmat. Rahmat. Yana kimda savollar bor? Marhamat, Husanboyev. Hurmatli xonadon Otajon qizim, ma'lum bizni prezentatsiyani eshitdik, juda chiqib qolgan. Bir narsaga men izoh berishingizni iltimos qilaman. Siz Andijon davlat tibbiyot instituti kafedrasida ishlaysiz, ilmiy ishda Andijonda borgansiz. Lekin dissertatsiya Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutida bajarilgan deyapsiz. Shunga bitta izoh bersangiz. Nima uchun unaqa? Siz dissertant Andijonda ishlaysiz, Andijonda bajaryapsiz. Nega Farg'ona jamoat salomatligida bajarilgan deb yozish kerak? Ikkinchi savol. Ikkinchi savol demak COVID-19 mana siz ishchi mavzundan kelib chiqqan holda baribir anglash qiyin bo'lyapti. Mana o'tirgan audiolarni olsa kerak. Bu dissertatsiyaning asosiy mazmunidan kelib chiqqan holda COVID-19 infeksiyasi qandli diabet birinchi tur kasalligini keltirib chiqarganmi? Yoki bo'lmasa qandli diabet kasalligi bor bemorlarda siz COVID-19 infeksiyasining kechishini o'rgangansiz. Bu ikkinchi savol. Asosiy savollarim shu. Rahmat. Savolingiz uchun rahmat, Hatam Husanboyevich. Farg'ona jamoat salomatligida dissertatsiyam olib borishimga asosiy sabab meni ilmiy rahbarim bu yerda o'z ish faoliyatini ham olib boradi. Shu sababli men ilmiy rahbarim bilan birgalikda Farg'ona jamoat salomatligidan dissertatsiyamizni olib bordik. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsam, COVID-19 infeksiyasi paytida qandli diabet birinchi turlarida biz kasal bo'lmaganlar emas, qandli diabet birinchi turlarda mana shu COVID-19 infeksiyasini kechish xususiyatlarini olib bordik. COVID-19 infeksiyasidan oldingi holatlar va COVID-19 infeksiyasidan keyingi asoratlar qanchaga oshganligini biz ilmiy ishimizda kuzatib bordik. Shuni aniqladik. Rahmat. Xonanda Xotirjon qizi bizdan ikkita savol bor sizga. Olib borgan tadqiqotingizda COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan bemorlarga insulinga bo'lgan ehtiyoj nima sababdan ortgan? Va ikkinchi savolim, qandli diabet birinchi tur bemorlar uchun qanday profilaktik choralar tavsiya qilgan? Rahmat. Savolingiz uchun rahmat, Mohila Selman. Birinchi savolingizga to'xtatib javob bersam, COVID-19 paytida insulinga bo'lgan ehtiyoj bu hiperglikemiyaning natijasida bo'lgan va COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan bemorlarda bir tomonlama yoki ikki tomonlama pnevmoniya holatlari kuzatilgan va u pnevmoniya holatlarida ular glikokortikoidlardan foydalangan va glikokortikoidlar ta'sirida ularda giperglikemiya bo'lgan va shu giperglikemiya natijasida ular olayotgan insulin dozasi ko'targanmiz. Chunki u insulinning dozasi u giperglikemiyasiga pastroq dozada bo'lganligi uchun. Asosiy sabab giperglikemiya va asorat berganligi, glikirlangan gemoglobinga qarab turib biz insulin dozasini ko'targanmiz. Ikkinchi savolingizga javob, qanaqa chora-tadbirlar olib borganmiz? Biz kasallikni og'ir, o'rta og'ir va yengil darajasiga qarab turib, bemorlarni har 2-3 kunda qonday qon miqdorini o'lchash va ular o'sha kasallik boshlanishida ambulator sharoitda davolanish va insulin terapiyani o'z vaqtida olib borishni chora-tadbirlarini ko'rganmiz. Profilaktika. Kasallik og'ir, yengil darajasiga. Rahmat. Yana kimda savollar bor? Marhamat, Mirayev. Были ли у вас в вашем исследовании больные сахарный диабет первый тип плюс диабетическая стопа? Вы пишете и докладываете 2% таких больных. Какова их судьба была? Чем они закончили?
COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan bemorlarimizni diabetik Down sindromi kuzatilgan. Uchtasida. Yo'q, amputatsiya bo'lmagan, yo'q, bo'lmagan. Bo'lmagan. Lekin diabetik Down sindromi bo'lgan. Uchta bemorda kuzatilgan. Direktni udovletorini. Да. Marhamat, yana kimda savollar bor? Agar savollar yetarli bo'lsa, hurmatli kengash a'zolari, so'z mazkur dissertatsiya ishi bo'yicha ilmiy rahbar, tibbiyot fanlari nomzodi xodim Alimova Nasiba Usmonovnaga beriladi. Marhamat, Nasiba Usmonovna onlayn ulanish kerak edi. Yo'q, da yozma bilan beruvdim. Allo. Nasiba Usmonovna shu bilan rahmat, katta rahmat. Endi so'z Uzilib qolyapti ovozim. bo'ldi, rahmat, tushundik. Nasiba Usmonovnaga Rahmat. Hop. avtoreferat bo'yicha yetakchi tashkilot fikrnomasi va kelib tushgan fikrnomalarni e'lon qilish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Marhamat, Usmonova. Ruxsatinglar bilan yetakchi tashkilot xulosasini bersam, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchi Abdulaziz Hojiyev va Ruxsona Bahodirjon qizini Andijon viloyatida yashovchi birinchi tur qandli diabet katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasini xususiyatlari mavzusidagi 14.00.03 endokrinologiya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishini ilmiy amaliy ahamiyati bo'yicha Samarqand davlat tibbiyot universiteti xulosasi berilyapti yetakchi tashkilot sifatida va rektorni demak Rizayev qo'li bilan imzolanyapti. Ko'rsatuvlardan dolzarbligiga to'xtalib o'tmasdan xulosa qismiga to'xtalib o'tsa. Demak, xulosa qilib aytganda, dissertant mazkur patologiya bo'yicha olib borgan tadqiqot ishini aniq va lo'nda qilib yoritib bergan. Tadqiqotlar mobaynida olingan natijalar asosida mantiqan tugallangan xulosa va amaliy tavsiyalar bilan yakunlangan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 10 ta ilmiy ishlar chop etilgan bo'lib, oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini nashr etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlari ro'yxatida bor va Abdulaziz Hojiyev va Ruxona Bahodirjon qizi dissertatsiya ishining ilmiy ahamiyati, tadqiqot natijalarining ishonchliligi, ilmiy ishda qo'llanilgan nazariy yondashuv va usullar, olib borilgan klinik tadqiqotlarning uslubiy jihatdan to'g'riligi, bemorlar sonining yetarligi, obyektiv va subyektiv tekshirish, qonning biokimik ko'rsatkichlari, qonda qand, glikozlangan gemoglobin, mochilina, kreatin, statistik usullar yordamida ishlov berilganligi, xalqaro hamda mahalliy tajribalar bilan taqqoslanganligi, xulosa olingan natijalarning vakolatli tuzilmalar tomonidan tasdiqlanganligi bilan asoslanadi. Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati mamlakatimizda istiqomat qilayotgan birinchi tur qandli diabet, COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan bemorlarni glikemik kompensatsiyaga erishish, diabet asoratlarini oldini olish va insulin terapiyani optimallashtirish yordamida izohlangan. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati qo'lga kiritilgan natijalar asosida shakllangan amaliy tavsiyalar tatbiq etilishi, bemorlarni erta tashxislash, insulin terapiyani optimallashtirish va davolash rejasini tuzish, qandli diabeti bor bemorlarning hayot sifatini yaxshilanishga olib kelgan. Bular o'z navbatida ularni davolashga ketadigan xarajatlarni kamaytirish imkoniyatini izohlanadi. Tadqiqot ishida kasallikni kechishi, davolash bo'yicha o'rganilgan patologiya nisbatan yangi yondashuv yotadi va avtoreferat va chop etilgan ishlar dissertatsiya mohiyatini to'liq aks ettirgan. Xulosa qilib aytganda, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi Abdulaziz Hojiyev va Ruxona Bahodirjon qizini Andijon viloyatida yashovchi birinchi tur qandli diabet katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasini kechish xususiyatlari mavzusidagi 14.00.03 endokrinologiya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya tugallangan ilmiy ish hisoblanadi. Dolzarb
ilmiy masalaning yangi yechimini o'z ichiga olgan va sog'liqni saqlash tizimi uchun katta amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqot deb baholash mumkin. Dissertatsiya o'zining dolzarbligi, olingan natijalarning ilmiy yangiligi, material hajmi, o'tkazilgan tadqiqotlar darajasi va amaliy ahamiyatiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi va talabgorni o'zi mazkur ilmiy daraja berilishga loyiq deb hisoblash mumkin. Ushbu dissertatsiya ishi bo'yicha xulosa Samarqand davlat tibbiyot universiteti endokrinologiya kafedrasini 24 noyabr yig'ilishida 5-nomer bilan ko'rib chiqilyapti va muhokama qilinib, ushbu ilmiy ishlar prorektori, kafedra mudiri va ilmiy kotib qo'llari bilan va muhr bilan tasdiqlanyapti. Shuningdek, ruxsatlilar bilan ushbu ilmiy izlanuvchimizni avtoreferatlariga kelingan baholashlar bilan tanishtirsam, avtoreferat bo'yicha ilmiy natijalar 6 ta yetakchi oliy o'quv yurtlari va ilmiy tadqiqot muassasalari mutaxassislari, shuningdek jahonning yetakchi mutaxassislari tomonidan ijobiy baholanib, hammasi 6 ta. Birinchi o'rinda Alfa-Granus universiteti klinik fanlar kafedrasi professori Urmanova Yulduz Mahkamovna beryapti. Bu O'zbekistonda. Toshkent davlat tibbiyot universitetidan endokrinologiya va bolalar endokrinologiyasi kafedrasi mudiri Nasirova beryaptilar. Shuningdek, Buxoro Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutini endokrinologiya kafedrasi dotsenti Abdullayeva Umida Qurbanovna, shuningdek Urganch davlat tibbiyot institutini ichki kasalliklar va endokrinologiya kafedrasi dotsenti Yuldash Otabek Sabirovich va undan tashqari bizga beryapti bugungi kunda Koreya Milliy transport universitetini yo'nalish, ya'ni meditsina bo'yicha yo'nalish boshlig'i shefi Shindong Min beryaptilar va shu Koreya Milliy transport universitetini prezidenti Yon Sen-joy o'zini ijobiy xulosalarini beryaptilar. Asosiylar to'xtalib o'tmoqchi bo'lganlarimiz shu. Rahmat. Ilmiy kotibga savollar bormi? Ma'lumot uchun qabul qilish taklifi bor. E'tirozlar yo'qmi? Yo'q. Bir ovozdan qabul qilamiz. Fikr, mulohazalar bu bo'yicha yo'q bo'ladiganimizda endi dissertatsiyani muhokamasiga o'tamiz. Hurmatli kengash a'zolari, dissertatsiya ishini muhokama qilishga o'tamiz. So'z birinchi rasmiy opponent akademik Turakulov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi neyroendokrinologiya bo'limi mudiri, katta ilmiy xodim, tibbiyot fanlari doktori professor Xalikova Adliya onlaynda beramiz. Marhamat. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, avvalambor kengashda rasmiy opponent sifatida ishtirok etishni lozim topganinglar va ishonganinglar uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Taxlis bilan tanishtirsam, hammamizga ma'lumki, pandemiya COVID-19 bu pandemiya sifatida kirib keldi va albatta nafaqat meditsinada, balki hayotimizdagi har bir soha deydimi, har bir yo'nalish deydimi, xatga nazar solsak ham shu COVID-19 asoratlari bilan duch kelamiz. Biz endokrinologlarga kelganda bu muammo birinchi navbatda qandli diabet ikkinchi turini oshishiga olib keldi va shu bilan birgalikda bilamiz, qandli diabetni birinchi turini rivojlanishida patogenezini o'zida ham mana domla ham to'g'ri savol berdilar, sababi bo'lganmidi yoki bo'lmasam keyin aniqlandimi? Haqiqatan bu jarayonda ham qandli diabet birinchi tur bo'lganlarni o'zini og'ir kechishini biz ko'rdik va shu bilan birgalikda yangi aniqlangan diabet soni ham oshib bordi. Aynan shu virusni kelib chiqishi sabab bo'lgan. Birinchi tur qandli diabet bilan og'rigan katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasi o'tkir respirator distress sindromi, tromboemboliya, ketoatsidoz
va glikemik dekompensatsiya xavfi oshishi bilan, shuningdek gospitalizatsiya va o'lim ko'rsatkichlari o'sishi bilan bog'liq ekanligini o'zini ko'rsatdi. Va bu borada jahon adabiyotida ham juda ham bir qator ilmiy ishlar mavjud bugungi kunda. Shu bilan birga COVID-19 infeksiyasi o'tkazilgandan keyin ham qandli diabet birinchi tur bemorlarda glikemik nazoratini yomonlashuvi, insulin dozalariga ehtiyojning o'zgarishi va surunkali diabetik asoratlar dinamikasiga ta'siri to'liq o'rganib chiqilmaganligi shu bilan birga ta'kidlanmoqda. Respublika va mintaqaviy darajada qandli diabet bilan kasallanishning o'sib borishi, ayniqsa yoshlar orasida qandli diabet birinchi tur bilan og'rigan bemorlar soni ko'payishi, COVID-19 pandemiyasi sharoitida ushbu kontingentni samarali nazorat qilish masalasini yanada dolzarb etib qo'ymoqda. Har bir hudud uchun COVID-19 infeksiyasining qandli diabet birinchi turi bilan og'rigan bemorlarda kechish xususiyatlari, epidemiologik ko'rsatkichlari, glikemik kompensatsiya va insulin terapiyasiga ta'sirini o'rganish, klinik amaliyotni optimallashtirish va mahalliy klinik tavsiyalar ishlab chiqish nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan Abdulaziz Hajiyeva Ruhanaxon Bahodirjon qizning Andijon viloyatida yashovchi birinchi tur qandli diabet katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasini kechish xususiyatlari mavzusidagi dissertatsiyasi dolzarb va o'z vaqtida bajarilgan tadqiqot deb hisoblanadi. Tadqiqot maqsadi bu Andijon viloyatida yashovchi birinchi tur qandli diabet katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasini kechishini baholashdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun bir qator vazifalar belgilangan va har bitta vazifa aynan maqsaddan bir to'g'ri ko'rsatilgan. Tadqiqot obyekti 2021-23 yillarda Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya Andijon filialida dispanser nazoratida turgan 18-40 yoshdagi 120 nafar qandli diabet birinchi turi bilan kasallangan bemorlar. Bemorlar anamnezida COVID-19 infeksiyasi bor yo'qligiga qarab, ular ikki guruhga ajratilgan. Dissertatsiyaning ishonchligi. Dissertatsiya ishida olingan natijalarning ishonchligi ilmiy tadqiqotni to'g'ri tashkil etilgan dizayni, yetarlicha klinik material asosida amalga oshirilganligi va zamonaviy statistik, laborator hamda instrumental usullardan foydalanilganidan ta'minlangan. Natijalarning ishonchliligi quyidagi jihatlar bilan asoslanadi. Birinchidan, tadqiqot usullari klinik, laborator, instrumental, ilmiy jihatdan asoslangan va xalqaro standartlarga mos. Ikkinchidan, tekshirilgan bemorlar soni, ular yosh va klinik mezonlar bo'yicha adekvat guruhlarga ajratilgan. Olingan ma'lumotlar statistik jihatdan ishonchli qayta ishlangan. Tadqiqot natijalari ilgari o'tkazilgan mahalliy va xalqaro tadqiqotlar ma'lumotlari bilan tasdiqlangan, taqqoslangan va ular bilan muvofiqligi aniqlangan. Muallif tomonidan olingan xulosalar klinik faktlar va biokimyoviy ko'rsatkichlar bilan bog'langan holda ilmiy jihatdan isbotlangan. Tadqiqot natijalari aprobatsiyasi 5 ta, shu jumladan bitta xalqaro ilmiy amaliy anjumanda muhokama qilingan. Mavzuda 10 ta ilmiy ish, shu jumladan Oliy attestatsiya komissiyasi tavsiya etilgan jurnalda 6 ta maqola chop etilgan. Ilmiy yangiliklar, olingan ilmiy yangiliklar asosli va ishda o'z aksini topgan. Har bir ilmiy yangilikning ahamiyati, amaliyotga joriy etilishi va ijtimoiy samaradorligi batafsil yoritib berilgan. Tadqiqot natijasida endokrinologiya sohasida, ayniqsa pandemiya va post-pandemiya sharoitida qandli diabet birinchi tur bilan og'rigan bemorlarni yuritish strategiyasi takomillashtirishga xizmat qiladi. Dissertatsiyaning tuzilishi va mazmuniga baho. Dissertatsiya o'zbek tilida yozilgan bo'lib, kirish qismi 5 ta bob, olingan natijalar muhokamasi, umumiy xulosalar, tavsiyalar hamda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat bo'lib, jami 104 betni tashkil etadi. Ishning tuzilishi tibbiyot fanlari bo'yicha PhD dissertatsiyalarga qo'yilgan umumiy talablarga to'liq mos keladi. Kirish qismida o'tkazilgan tadqiqotning dolzarbligi va zaruriyati asoslab berilgan, dissertatsiyaning maqsadi va vazifalari aniq bayon etilgan, tadqiqotning obyekti va predmetlari tavsiflangan. Shuningdek, ishning respublika fan va texnologiyalar rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga mosligi ko'rsatilgan. Ilmiy yangilik va amaliy ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy qilish, nashr etilgan ishlar hamda dissertatsiya tuzilishi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.
Birinchi qandli diabet kasalligi va SARS-CoV-2 virusi haqida zamonaviy tushunchalar deb nomlangan birinchi bobda mavzuga doir xorijiy va mahalliy adabiyotlar, shu jumladan jahondagi yetakchi olimlarning zamonaviy tadqiqotlari batafsil tahlil qilingan. Bunda birinchi tur qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda COVID-19 infeksiyasining kechish xususiyatlari, giperglikemiya darajasi, o'tkir va surunkali asoratlarning rivojlanishiga ta'siri haqidagi ko'p markazli tadqiqotlar hamda konsensus qo'llanmalar natijalari umumlashtirilgan. Qo'yilgan vazifalardan kelib chiqqan holda COVID-19 infeksiyasining birinchi tur qandli diabet bemorlari uchun xos bo'lgan xavf omillari va hal etilmagan masalalar alohida ta'kidlangan. Ikkinchi bob klinik kuzatishlar tekshirilgan bemorlarning umumiy tavsifi va tadqiqot usullariga bag'ishlangan bo'lib, unda tadqiqotga kiritilgan bemorlar kontingenti va qo'llanilgan usullar batafsil yoritilgan. Obyekt sifatida Andijon viloyatida yashaydigan 2021-2023 yillarda Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Andijon filialida dispanser nazoratida turgan 120 nafar katta yoshdagi bemor olingan va ulardan 55 nafari ayollar, 65 nafar erkaklar bo'lib, bemorlarning yoshi 18 dan 48 yoshgacha bo'lgan. Barcha bemorlarda anamnez puxta to'plangan, shikoyatlar o'rganilgan, klinik va subyektiv tekshiruvlar o'tkazilgan. Umumiy qon va siddik tahlillari, bir qator biokimyoviy tekshiruvlar amalga oshirilgan. Olingan ma'lumotlar standart statistik ishlov berish usullari bilan ko'rsatib o'tilgan. Shaxsiy tekshirishlar natijalari deb nomlangan 3-bobning birinchi qismida qandli diabet birinchi tur katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasi tarqalganligi o'rganishga doir ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqot maqsadlaridan biri Andijon viloyatida yashovchi katta yoshdagi aholi orasida qandli diabet birinchi tur kasallangan 18 yoshdan katta bemorlar orasida tarqalganligi va kasallanish dinamikasi baholashdan iborat bo'lgan. Hisobotlar Andijon shahri va viloyat tumanlarining rasmiy ma'lumotlari asosida tuzilgan bo'lib, demografik ko'rsatkichlar tahlili 2019-2022 yillarda katta yoshdagi aholi orasida qandli diabet birinchi tur bilan kasallanish va kasallikning tarqalish darajasi oshganini ko'rsatgan. 3-bobning ikkinchi qismida COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan va o'tkazmagan qandli diabet birinchi tur katta yoshdagi bemorlarda glikemik kompensatsiya darajasi va insulin terapiyasini baholash natijalari yoritilgan. Birinchi guruhda anamnezida COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan qandli diabet birinchi tur katta yoshdagi bemorlar orasida glikirlangan gemoglobin ko'rsatkichlari, glikemiya kompensatsiyasi holatlari qayd etilgan va dekompensatsiya holatlari aniqlangan. Ikkinchi guruh anamnezda infeksiyasini o'tkazmagan birinchi tur qandli diabet katta yoshdagi bemorlar orasida esa glikirlangan gemoglobin ham yuqori ko'rsatkichlari qayd etilgan va 51% bemorda demak glikirlangan gemoglobin 7 millimoldan past bo'lgan, 49% esa 7 millimoldan baland bo'lgan. Ya'ni 49%da ko'p holatlarda dekompensatsiya holati qayd etilgan. Ushbu ma'lumotlar COVID-19 infeksiyasini o'tkazgan qandli diabet bemorlarda glikirlangan gemoglobin ko'rsatkichlari yuqoriroq foizlarda uchrashi va glikemik dekompensatsiya holatlari ustunligini ko'rsa bo'ladi. 3-bobning 3-qismida qandli diabet birinchi tur katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasini o'tkazgandan keyin o'tkir va surunkali asoratlar tahlil qilingan. COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan birinchi guruhdagi qandli diabet katta yoshdagi bemorlarda surunkali asoratlar tarkibi quyidagicha bo'lgan: diabetik polinefropatiya 67%, nefropatiya 69%, diabetik retinopatiya 47%, diabetik katarakta 12% va diabetik tovon sindromi 5% bemorlarda aniqlangan. Va shu tariqa surunkali asoratlar birinchi guruh bemorlarda ikkinchi guruhga nisbatan sezilarli darajada, ayrim hollarda deyarli 2 barobar yuqori uchraganini ko'rsatib berilgan. Muallifning shaxsiy hissasi taqdim etilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, tadqiqotning barcha bosqichlarida material to'plash, bemorlarni klinik tekshirish, laborator va instrumental natijalarni tahlil qilish, statistik ishlov berish, amaliyotga joriy etish bo'yicha asosiy ish muallif tomonidan bajarilgan. Nashr etilgan ishlar mazmuni ham undagi xulosalangan dissertatsiya materiali bilan uyg'unligini ko'rsatadi.
Dissertatsiyada olingan natijalarni umumiy muhokamasi qismida muallif klinik va laborator ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni, COVID-19 infeksiyasi va birinchi tur qandli diabet o'zaro ta'sirini ehtimoliy patogenetik mexanizmlarini tahlil qiladi. Ushbu bobda olingan ma'lumotlar xorijiy va mahalliy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar bilan solishtirilib, o'xshash va farqli tomonlari ko'rsatib berilgan. COVID-19dan keyin glikemik nazorat yomonlashuvi va insulin rezistentlik elementlari bilan bog'liq xulosalar ham keltirilgan. Tadqiqotning asosiy natijalari asosida umumiy xulosalar va amaliyot uchun aniq tavsiyalar shakllantirilgan. Andijon viloyati birinchi tur qandli diabet bilan og'rigan katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasi erta aniqlash, glikemik nazoratni kuchaytirish, insulin terapiyasini optimallashtirish va surunkali asoratlarni oldini olishga qaratilgan algoritm va amaliy tavsiyalar taklif etilgan. Ushbu tavsiyalar endokrinologiya bo'limlari va birlamchi tibbiy sanitariya bo'g'inlarida qo'llashga mo'ljallangan bo'lib, endokrinologiya xizmatida amaliyotchi shifokorlar uchun amaliy qo'llanma sifatida ahamiyatlidir. Ish bo'yicha kamchiliklar va takliflar. Ilmiy ish umumiy holda yuksak saviyada bajarilgan va pastda keltiriladigan kamchiliklar faqatgina tasnifiy xarakterga, ya'ni rekomendatsiya xarakter. Bu ikkinchi bobda bemorlarni tanlash mezonlari, kiritish va chiqarib tashlash kriteriylari yanada aniqroq raqamlar va sxemalar bilan ko'rsatilsa, tadqiqot dizayni to'liqroq tasavvur qilinar edi. Ikkinchisi, insulin terapiyasini baholashda inson va analog insulinlar bo'yicha statistik ahamiyati, pi qiymatlari har bir jadvalda alohida ko'rsatilsa, o'quvchi uchun qulayroq bo'lardi. Keltirilgan ushbu eslatmalar dissertatsiya ishini umumiy va ilmiy va amaliy xizmatini jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi, balki kelgusi tadqiqotlar uchun yo'nalish sifatida qabul qilinishi mumkin. Muallifga savollar. Birinchisi, COVID-19 infeksiyasini og'irlik darajasiga o'rtacha og'ir, o'rta og'ir qarab, qandli diabet birinchi tur bemorlarda gliklangan gemoglobin va surunkali asoratlar chastotasi qaysi aniq tendensiyalar kuzatilgan shularning o'rtasida. Ikkinchisi, tuzilgan algoritm va uslubiy tavsiyalarni qaysi elementlari amaliyotda eng katta samara bergani haqida qo'shimcha misollar keltirish mumkin. Agar ruxsat bersangiz, xulosani ham o'qib bersam. Xulosa: Abdulaziz Hajayeva Ruhanaxon Bahodirjon qizining Andijon viloyati yashovchi birinchi tur qandli diabet katta yoshdagi bemorlarda COVID-19 infeksiyasini kechish xususiyatlari mavzusidagi dissertatsiyasi to'liq bajarilgan ilmiy izlanish bo'lib, uning natijalari 14.0003 endokrinologiya ixtisosligi doirasiga to'la mos keladi. Ilmiy yangiligi, amaliy ahamiyati va ishonchliligi jihatidan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiyasi komissiyasini tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasiga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Ilmiy izlanuvchi Abdulaziz Hajayeva Ruhanaxon Bahodirjon qizi tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga munosibdir. Rahmat. Javob uchun so'z dissertant. Savolingiz uchun rahmat. Adliya xodimlariman. Birinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsam, COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan bemorlarda glikemiya, glikirlangan gemoglobin yuqori darajada bo'lgan va yuqori darajada bo'lganligi sababli ularda giperglikemiya bosqichi va surunkali va o'tkir asoratlari tez avj olgan. Chastotasi shunaqangi kuzatilgan COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan bemorlarda, mana shu COVID-19 infeksiyasi natijasida. Va buni natijasida shu ko'l holatlari kuzatilgan, tos suyagi yemirishlari, shunaqangi surunkali asoratlar ko'proq kuzatilgan birinchi guruhga, ikkinchi guruhga nisbatan. Ikkinchi savolingizga javob bersam, shu COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan bemorlarda insulin terapiyani ga bo'lgan ehtiyojni oshirish natijasida ularda ketatoz holatlari, trombozlar va surunkali asoratlarini rivojlanishini kamaytirgan. Mana shu insulin terapiyani bo'lgan natijasida. Savolingizga javobim shu. Adliya Amanullayni javoblaridan qoniqdingizmi? Adliya Amanullayni rahmat, katta vaqtingizni ajratib dissertatsiya ishini ko'rganingiz uchun. Demak, so'z ikkinchi rasmiy opponent
tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi endokrinologiya kafedrasi dotsenti tibbiyot fanlari nomzodi Jo'rayeva Aziz Shahzodayevnaga beriladi. Aziz Shahzodayevni onlayn ulangan. Marhamat, Aziz Shahzodayevni. Aziz Shahzodayevni mikrofon. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Agar ruxsat bersanglar, Adliya Amunlayevni juda ham podrobno anaqa aytib berdilar. To'liq o'qiymi yoki asosiy? Asosiy qismini aytib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat. Hozir связь anaqa bo'lish uchun men videoni o'chiraman. Рецензияны rus tilida tayyorlaganman. Я просто хочу своими словами сказать, что актуальность работы, конечно, не вызывает сомнения. Несмотря на то, что очень много исследований в последнее время после пандемии, связанных с сахарным диабетом первого, второго типа и коронавирусной инфекции, взаимовлияние, да, несмотря на это, очень много остается вопросов. Вопросы мониторирования, дальнейшего наблюдения, вопросы вакцинации, вопросы те, которые позволят разработать план действия мы все-таки еще переживаем эту и заболеваемость коронавирусной инфекцией. Поэтому выбранная диссертантом тема, она очень актуальная и в духе нашего времени и нужна для разработки эффективных стратегий управления здоровьем именно пациентов с сахарным диабетом, ну, в частности, первого типа. При ознакомлении с работой, ну, во-первых, с диссертантом была подробная беседа. На многие вопросы диссертант ответила в процессе рецензирования работы. И, ну, ключевые вопросы вот такие хотела бы я задать. Какой был возраст у пациента в группе с осложнениями? Это острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения. И проводилась ли у них гиполипидемическая, гипотензивная и антиагрегатная терапия? И второй вопрос. Как, на ваш взгляд, можно объяснить большую распространенность хронических осложнений сахарного диабета в группе пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию? То есть, да, действительно, bu tushunarli, rostdan ham ko'proq uchraydi, но какой возможный патогенетический механизм? Shu ikkita savolim bor edi. Marhamat, disertant. Или заключению javob beradilar. Savolingiz uchun rahmat, Aziz Shahzodayevna. Birinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsam, koronar sindromi, miokard infarkti va bosh miya qon aylanishi o'tkir buzilishi kuzatilgan bemorlarimiz 35 yoshda bo'lgan va ularni kasallik davomiyligi 25 yil bo'lgan, 25 yildan ortiq bo'lgan. Bu bemorlar albatta gipolipidemik, gipotenziv va antiagregant dori preparatlarini doimo qabul qilib yurgan. Я перезвоню, ладно, Джон? Давай. Ikkinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsam, COVID-19 bu og'ir tizimli yallig'lanish va endotelial disfunksiyani keltirib chiqardi. SARS-CoV-2 infeksiyasi qon tomir endoteliyasiga ta'sir qildi va yallig'lanish yo'llarini oshirib yubordi. Qandli diabet kasalligida qon tomirlar endoteliyasi allaqachon shikastlangan bo'ladi. Shuning uchun virus organizmda mavjud asoratlar xavfini yanada oshirib yubordi. Bu nefropatiyaning rivojlanishi, mirkosirkulyatsiyaning yomonlashishi, retinopatiya va surunkali asoratlarning kuchayishiga olib keldi. Bu ikkinchi savolingizga javoban. Shahzodayevna, javoblardan qoniqdingizmi? Rahmat. И ruxsat bersanglar, заключениeni o'qib beraman. Диссертационная
Диссертационная работа Абдулазиз Хаджаев Ruhxonaxon Baxodirovni Andijon viloyatida yashovchi birinchi tur qandli diabet katta yoshdagi bemorlarda bemorlarda COVID-19 инфекциясini kechishi xususiyatlari представлены на соискании ученой степени доктора философии PhD медицинских наук по эндокринологии представляет высокую актуальность, является законченным научным исследованием, содержит научную новизну, вызывает теоретический и практический интерес и отвечает всем требованиям ВАК и Республики Узбекистан и заслуживает, на мой взгляд, искомой степени и может быть рекомендовано к представлению уже, значит, для защиты. Hurmatli shahzodamlar, katta rahmat. Vaqtingizni ajratib dissertatsiya ishini chuqur ko'rib, o'z fikringizni bildirganingiz uchun sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, rasmiy opponentlar so'zga chiqishdi. Bahsga o'tamiz. Kim norasmiy opponent sifatida so'zga chiqishni xohlaydi? Marhamat. Marhamat, Fatam Sambayevich. Rahmat, hurmatli rais, hurmatli Milliy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Meni norasmiy opponent sifatida chiqishimga bo'ladi. Agar ruxsat bersanglar, buni dissertant buni qabul qiladi, qilmaslik buni xohishi dissertantni, lekin men alohida ruscha tekstga to'xtaldim, chunki bu ruscha tekst bilan bu jahon davlatlarida yashovchi olimlar ham buni o'qiydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mening takliflarim o'rinli deb hisoblayman. Quyidagi takliflarni aytmoqchiman. Mana задача исследования e'tibor bersanglar, hurmatli kengash a'zolari, dissertant, изучить заболеваемости, распространенности сахарного диабета первого типа в разрезе Андижанской области и регионов debdi. Unchalik yaxshi chiqmayapti bu gap. Mana надо корректировать таким образом. Изучить заболеваемость, распространенность сахарного диабета первого типа на территории Андижанской области, Узбекистана degan ma'qul, chunki regioni в разрезе degan so'zlar tarjimada uncha yaxshi chiqmayapti. Shuning uchun mashina перевод qilib tarjima qilinsa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Ikkinchi zadachada yozilgan analiz распространенности инфекции COVID-19 deyilyapti. Надо дополнить провести анализ распространенности degan ma'qul. Chunki zadachada analiz qilinmaydi, chunki u проводится анализ распространенности. To'rtinchi zadachada оценить инсулин терапию debdi. Надо дополнить слово оценить эффективность инсулинотерапии deyish kerak. Insulin terapiya emas, insulinoterapия oqib ketyapti. Главное надо эффективность degan so'zni qo'shish kerak. Keyingi 5-zadachada изучить острые и хронические осложнения у пациентов с сахарным диабетом, диссертант, lekin avtorefratda o'qigan bo'lsangiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, 9-10 rasmlarda она изучила микроангиопатические и макроангиопатические осложнения. Поэтому, видимо, острые и хронические осложнения o'rniga изучить макро и микроангиопатические осложнения у пациентов с сахарным диабетом degan ma'qul. Endi navichna masalasida. Научно-новизна masalasida впервые на основе многоцентрового эпидемиологического исследования, проведенного в Андижанской области, deyilyapti. Nozir Ahmedovich. Это не может быть она многоцентровым исследованием. Она просто клиническое исследование. 120 kasal многоцентровое исследование больше не может. Поэтому надо заметить таким образом. Проведено клинические исследования среди больных, перенесших COVID-19 в Андижанской области. И впервые было установлено, что инфекция COVID-19 доказательно выступает как фактор, провоцирующий развитие сахарного диабета первого типа, и что ее влияние приводит к 1,5-кратному увеличению сахарного диабета первого типа desek, shunda to'g'ri bo'ladi. Chunki asosiy izyuminka ham, dissertantning izyuminkasi ham dissertatsiyani bajarsa, bunaqa ishlar COVIDni birinchi marta tekshirmayapti bu yoq. COVID tekshirilgan, lekin bu yoq birinchi marta COVID infeksiya Andijon viloyati hududida kasallarga qandli diabet keltirib chiqarganligini isbotlayapti. Shuning uchun buni shunday qilsagina to'g'ri bo'ladi. Практические результаты исследованияda yozilyapti. Разработаны показатели распространенности, заболеваемости и летальности от COVID-19 среди взрослого населения.
Диссертантам не изучена летальность, поэтому надо убрать это слово. Надо написать разработанные показатели распространенности и заболеваемости. Она действительно изучала распространенность и заболеваемость. А летальность надо убрать, потому что она не изучала, и поэтому не можем согласиться с ней. И yana bitta narsa, у всех пациентов был тщательно собран анамнез, в частности, учитывали, перенесли ли инфекцию COVID-19. Я не думаю, что слова больных достаточно для того, чтобы провести исследование на ковиде. Поэтому надо писать, дополнить надо. COVID markazlaridan olingan kasallik tarixlaridagi ko'chirmalarga asoslangan COVID kasalligini deyish kerak. Chunki agar COVID markazlaridan olingan kasallik tarixlarini asos qilib olmasa, bemorning men COVID bo'lganman degan narsasi ilmiy kasallik tarixi uchun bo'lishi mumkindir, anamizga yozish uchun. Lekin ilmiy ish olib borish uchun yetarli yuridik asos bo'la olmaydi. Shuning uchun я думаю, что надо предлагать ей обязательно включить метод исследования kasallik tarix COVID markazlaridan olingan kasallik tarixlaridagi ko'chirma asos bo'ldi deyish kerak. Va oxirgisi заключение. Заключение, она, значит, надо поправить некоторые вопросы. Вот у нее изюминкасы aytdim, kasallik qandli diabet paydo bo'lar. Поэтому в тот же период показатель заболеваемости emas, в тот же период показатели первичной заболеваемости desa to'g'ri bo'ladi. Uchinchi задачада. В группе 1 пациенты в стадии компенсации не были зарегистрированы deyapti. Stadiya kompensatsiya чего degan savolga javob bo'lmayapti. Stadiya kompensatsiya glikemiya degan so'z kiritish kerak. Keyingi 4-nimada xulosada u patsientda infeksiya COVID-19 потребность продленного инсулина deyapti. Продленный инсулин degan so'z неуместно применять его. Бывает инсулин короткого действия, ультракороткого действия и продленного действия. Поэтому надо заметить, да, пациенты с инфекцией COVID-19 потребность инсулина длительного действия degan so'z bilan almashtirgan ma'qul. 5-задачада. Среди пациентов первой группы перенесшие deyapti. Перенесшие emas, перенесших COVID-19 и bedaxtirni almashtirish kerak. Eng asosiysi oxiridagi zadachani diabetический кетоацидоз был выявлен у 3% пациентов, гипогликемик кома у 1% больного degan so'zlarni yozyapti o'zbekga. Lekin dissertant tomonidan, avtoreferatda ham, dissertatsiyada ham birorta joyda bu isbotli ravishda keltirilmagan. Shuning uchun я думаю, что надо убрать этот диабетический кетоацидоз. Она не умаляет его достоинства, ведь без этого можно, кроме o'rniga qabul qilingan mana go'zal asha algoritmni ashaga doполнить qilib qo'ysa bo'ladi. Bu birinchi qismi edi, tanqidiy qismi. Ikkinchisi endi men baribir dissertatsiya bilan juda chuqur o'rganib chiqdim. Nozir Ahmedovich, hurmatli rais, va o'zimni quyidagi xulosalarni bermoqchiman. Men demak dissertatsiyani chuqur o'rganib chiqib shunday xulosaga keldim. Birinchidan, dissertatsion ish uslubiy jihatdan hamda mazmunan Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'laqonli javob beruvchi ilmiy ish hisoblanib, 14.2003 endokrinologiya ixtisosligi pasportiga to'g'ri kelishini ta'kidlamoqchi. Pasportiga to'g'ri kelgangina ish, demak, ilmiy oliy attestatsiya komissiyalarida demak ish olib o'tadi. Mening nazarimda dissertant zamonaviy informativ tekshiruv usullaridan foydalanib, olingan ishonchli xulosalarga asoslanib, COVID-19 infeksiyasining birinchi turini qandli diabet keltirib chiqaruvchi omil ekanligini isbotlashga harakat qilgan va birinchi tur qandli diabet bilan kasallanishning 1,5 baravarga oshishiga sababchi ekanligini aniqlagan. Ikkinchidan, bu albatta yuqorida aytildi, men ham yana qaytaryapman, bu dolzarb, qiyin va amaliy ahamiyat kasb etadigan dissertatsion ishlar bajarish dissertantdan ma'lum qiyinchiliklarni talab qilib, dissertantdan bu qiyinchiliklarni mardonavor yengish uchun nafaqat sabr toqat talab qilingan, balki bu muammoni chuqur bilish ham talab etilgan. Men o'ylaymanki, bugungi himoya vaqtida dissertant Abdulaziz Hojiyev va Ruhona mavzuni keng yoritib berganligi, berilgan savollarga to'liq va batafsil javob berganligi, rasmiy va norasmiy opponentlar tomonidan topilgan kamchiliklarni aniq va adekvat yechimini aytib berganligi, dissertantning COVID-19 infeksiyasi hamda birinchi tur qandli diabet kasalliklari bo'yicha chuqur bilimga mutaxassis klinisist ekanligini hamda dissertatsiya mazmunini to'liq egallaganligida deb hisoblayman. Va bu dolzarb, qiyin va amaliy ahamiyat kasb etuvchi ilmiy ishning uddasidan chiqqan deb hisoblayman. Dissertant tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy ahamiyatga ega birinchi tur qandli diabet kasalligini COVID-19 infeksiyasini natijasida kelib chiqishini erta oldini olish, ya'ni prognoz qilish, ularga qarshi
bag'ishlangan algoritmni olib borishga bag'ishlangan algoritmni birlamchi tizim amaliyotiga kiritishni taklif qilaman. So'zimni yakunida men ham hurmatli rasmiy opponentlarni ijobiy xulosalarga qo'shilaman va men ham bu dissertatsion ishga ijobiy baho beraman. Kengash a'zolaridan esa dissertantga qo'llab-quvvatlashlarini iltimos qilaman. Rahmat. Rahmat katta Otam Hasanboyev. Marhamat, so'z dissertantga. Sizga ham rahmat Otam Hasanboyev bergan tavsiyalaringizni amalga olib, kamchiliklarimizni o'qiymiz. Hurmatli To'xtang, bu yana kim norasmiy opponent? Birinchi masala Otamjonda birinchi zanchariyasi qo'shilib avtoritetda o'zgartirilgan. Farg'ona Andijonda. To'g'ri bo'ladi, chunki qisqa bo'ladi, chunki boshqa savollar tug'ilib ketadi. Kerak yo'q narsalar. Endi mana bu Covid davom etyapti, pandemiya. To'xtagan yo'q, hali to'xtamaydi. Hali Xudo biladi, yana necha yil davom etadi. Endi eng asosiysi shuki, har oyda, har yil emas, har oyda yangi asoratlari chiqyapti. Hali biz Covidda to'g'risida juda ko'p narsa bilamiz deb o'ylaymiz, butun dunyo olimlari. Lekin hali bunga bitta savol bilan rad qilish mumkin. Covidga qarshi birorta hali effektivni vaksina yaratganimiz yo'q. Demak, bu davom etadi. Mana bu Xalqxonda qilgan ishi bu eng asosiysi sog'liqni saqlash tizimini eng quyiga kirgan bu. Quyiga kirib, mana ayniqsa mana 3 ta shahar 14 ta rayonni tekshirgan. Mana hozir bunday qarasak, bu kishining ishlariga shaharda Andijon rayon, biz bosgan Oltinko'lda Otamjon 2 marta 2,5 marta ortib. Bular yediradi. Bu hokimiyatga, sog'liqni saqlash vazirligiga, sog'liqni saqlash nima deydi, o'g'izrafiga, tuman o'g'izraflariga alohida mas'uliyat yuklayapti. Chunki yerda 1 marta ko'p, boshqa yerda 2,5 marta ko'p. Bu nima talab qiladi? O'sha yerga alohida nima deydi, bulimani talab qiladi. Eng asosiysi o'sha tumanlarga ko'proq mablag' tashlashga to'g'ri keladi. Buning uchun mana qizim Ro'xanoxon hech bo'lmasa alohida taklif kiritish kerak boshqa nimalarga. Bu to'g'ridan-to'g'ri sotsializatsiyaga imeydi. Keyin mana yana bitta narsaga ahamiyat berdim. Bu nevropatiya 60-70% başlı. O xalqaro statistikaga qarasak ancha ko'p. Bu da muhim narsa aniqlangan. Buni ham o'sha narsaga kiritish kerak. Takliflarga talab qilish kerak. Yaxshi taklif qildi. Savollarga yaxshi javob berdi. Ko'rib turibdi, bu dissertatsiya ustida mukammal skill bilan ishlagan, biladi ishini. Shuning uchun dissertantimiz endokrinologiya bo'yicha, filosofiya bo'yicha doktorlik unvonini olishga arziydi. Men hammalarga qo'shilib sizlarni ham nima qilishni taklif qilaman. Rahmat. Rahmat Manzur Ahmedovich. Marhamat, so'z dissertantga. Hurmatli kengash raisi va a'zolari, aziz ustozlar, men avvalo tashakkurnomalarni shu yergacha yetib kelgan onamga va turmush o'rtog'imga, Bu domlaga rahmat aytish bergan takliflaringiz uchun rahmat. Kamchiliklarni bartaraf etamiz va bergan takliflaringizni amaliyotda qo'llaymiz. Yana kim norasmiy opponent sifatida so'zga chiqmoqqa yetarlimi? Yetarli bo'lsa, ruxsat bersangiz men qisqacha yakun yasasam.
COVID-19 pandemiyasini hozir mana rasmiy va norasmiy opponentlarimiz aytib o'tdi. 21 asrning eng muhim global tibbiy muammolardan biriga aylanib, bugungi kungacha O'rmon Manzara Ahmedovich aytgandek, buni asoratlarini ko'rib turibmiz. Ko'p yostiqlarni quritdi, ko'p odamlarning ichida nogironlikka sabab bo'ldi, yaqinlarini yo'qotishiga sabab bo'ldi va albatta bularning ichida eng zaif guruh bu endokrin xastaliklar bilan birinchi o'rinda qandli diabet birinchi turi bilan xastalangan bemorlarni orasida juda og'ir kechdi. Ushbu muammo Andijon viloyatida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bu viloyat qandli diabetni yuqori tarqalishi, biz bilamiz, bizni viloyatda demak O'zbekiston aholisini 10% yashaydi. Yosh va o'rta yoshdagi bemorlarda sezilarli ulushi bilan alohida ajralib turdi. COVID-19 bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilganligiga qaramay, Andijon viloyati hududida qandli diabet birinchi turi bilan og'rigan katta yoshdagi bemorlarda infeksiyaning kechishi haqida ma'lumotlar hamon cheklanganligi, qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda COVID-19 klinik kechishini mintaqaviy xususiyatlarini aniqlash quyidagi imkoniyatlarni yaratgan. Og'ir kechishni o'ziga xos xavf omillarini aniqlash, infeksiya sharoitida bemorlarni olib borish algoritmini takomillashtirish, o'tkir kasalliklar davrida insulinoterapiyani optimallashtirish, profilaktika tadbirlarining sifatini oshirish, mintaqaviy moslashtirilgan klinik tavsiyalarni shakllantirish. Shunday qilib, Andijon viloyatida yashovchi katta yoshdagi qandli diabet birinchi turi bilan kasallangan bemorlarda COVID-19 kechishini o'ziga xos xususiyatlarni o'rganish o'z vaqtida ilmiy jihatdan ahamiyatli va amaliy jihatdan yo'naltirilgan. Chunki ish natijalari asoratlar va o'limni kamaytirishga, shuningdek yuqumli xavf sharoitida qandli diabet birinchi turi bilan kasallangan bemorlar tibbiy yordam ko'rsatish sifatini yaxshilashga yordam beradi deb bilaman. Andijon viloyatida o'tkazilgan tadqiqot asosida viloyatning katta yoshli aholisi orasida qandli diabet birinchi turi bilan kasallanish va tarqalish darajasi barqaror o'sib borayotganligi ko'rsatilgan. Bu 2019-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda ko'rsatilgan o'sish bilan tasdiqlanadi. Bundan tashqari o'tkazilgan COVID-19 infeksiyasi kasalligini kechishi sezilarli darajada yomonlashishi aniqlangan. Bundan tashqari bu kasallik bilan xastalanganlarda glikemiyani kompensatsiya bosqichi birorta ham holatda aniqlanmagan. COVID-19 bo'lmagan bemorlar orasida esa bu bosqich bemorlarni demak 10% da qayd etilgan. COVID-19 dekompensatsiya darajasi sezilarli ta'sir ko'rsatgan, insulinga bo'lgan ehtiyojni oshirgan, surunkali asoratlar jumladan diabetik nefropatiya, retinopatiya, polineyropatiya xavfini oshirganligi, shuningdek COVID-19 qandli diabet birinchi turi rivojlanishi va jadallashuvini qo'zg'atuvchi omil ekanligini aniqlagan. Bu esa kasallanishni 1,5 baravar ko'payishiga olib kelgan. Tadqiqot natijalari amaliy ahamiyat. COVID-19 o'tkazgan katta yoshdagi qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda insulin terapiyasini optimallashtirish va asoratlarni erta aniqlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi. Ushbu tavsiyalar sog'liqni saqlash muassasalariga joriy etilgan bo'lib, kasallik asoratlariga sarflanadigan xarajatlarni kamaytirish orqali asoratlar chastotasini kamaytirish va davolashni iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi. Shunday qilib, ish muhim klinik, ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lib, birinchi tur qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda COVID-19 kechishida aniqlangan xususiyatlar pandemiyani keyingi reallik sharoitda bemorlarni profilaktika, tashxislash va davolashni takomillashtirish imkoniyatini beradi deb men ham ishni ijobiy baholayman. Va rasmiy, norasmiy opponentlar fikrlariga qo'shilgan holda demak yakunlovchi so'zni izlanuvchiga beramiz. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari va ustozlar, sizlarga katta rahmat va shu qatorda birinchi o'rinda tashakkurnomani ona va turmush o'rtog'imga bildiraman va institutimiz rektori hurmatli Madaniy Mo'minovichga ilmiy izlanishlarimiz uchun yaratib berayotgan sharoitlari, qo'llab-quvvatlashlari va imkoniyatlari uchun alohida tashakkurimni bildiraman. Shuningdek, tadqiqotimni sinchiklab o'rganib, maslahat va tavsiyalarini bergan hurmatli taqdirchilarim Adila Amanullayevni va
Aziz Shahzoda ayollarga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli kengash raisi Shahnoza Qodirjonovna, shu jarayonni yuksak darajada tashkil etib, e'tibor va adolatli yondashuv uchun sizga ham alohida katta rahmat. Ilmiy rahbarim Nasiba Usmonovaga ko'rsatgan yo'l yo'riqlari, qo'llab-quvvatlashi va bilimlarini ayamaganliklari uchun chin dilimdan tashakkur aytaman. Shuningdek, kafedramiz jamoasiga, ilmiy ish jarayonida ko'mak bergan hamkasblarimga, doimo davda bo'lib turgan yaqinlarimga rahmat aytaman. Yaqinlaringga rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, yashirin onlayn berish uchun biz hisob komissiya raisini saylashimiz zarur. Takliflar bormi? O'zbekova Neli Rashidovna deb taklif tushyapti. Rozi bo'lsanglar, hisob komissiyasi raisi etib tibbiyot fanlari doktori professor O'zbekova Neli Rashidovna tayinlanadi. Tasdiqlab qo'yaylik. Bir ovozdan tasdiqlandi. Kengash a'zolarini onlayn ovoz berishga so'rayman. Hurmatli kengash a'zolari, bitta narsa aytishimdan chiqdi. Barkerayni 3 ta bo'ldi endi. Hozirda 3 ta ba'zan bilan kichkina. Nozir Ahmedovich, sizga ham katta rahmat. Shunchalik bizga yordam berib, o'z tavsiyalaringizni ayamaganingiz ham katta rahmat. Endi ayollarni qilish oson emas. Ayollar ham uy, ham ish, ham ilmiy ruhoniy 4 oylik chaqalog'i bilan chiqmagan ilmiy ishimni davom ettirishim kerak deb. Undan oldingi dissertantda 10 kunlik chaqalog'i bor. 10 kunlik. Shuning uchun siz yaxshi bo'lish kerak. Уважаемые члены научного совета, разрешите доложить результаты голосования. Итак, в научном совете присутствовали 15 человек, участвовали в голосовании 15 человек, из них 5 по специальности эндокринология. Проголосовали за 100% 15 человек, против нет, воздержавшихся нет. Общий итог 100%. Spasibo. Hisob komissiyasining raisiga savollar bormi? Hisob komissiyasining bayonnomasini ochiq ovoz berish bilan tasdiqlashimiz zarur. Mazkur taklifni tarafdorlarini ovoz berishlarini so'rayman. Onlayn qatnashayotgan ishtirokchilarimizdan marhamat, ekranlarni yoqib onlayn ovoz berib qo'ysanglar. Qarshi betaraflar yo'q. Hisob komissiyasining bayonnomasi bir ovozdan tasdiqlanadi. So'z ilmiy kotibga beriladi. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, barchaga baholash mezonlari va xulosa loyihasi tarqatilgan. Mazkur masala bo'yicha
ilmiy kengash xulosasi tasdiqlanishi zarur. Xulosa bo'yicha qanday fikrlar bor? Agar ruxsat bersanglar, shuni asos asosida qabul qilsakda, kim shunga rozi bo'lsa qo'l ko'tarib berishinglarni so'raymiz. Qarshilar, betaraflar. Demak, fikr mulohazalari yo'q, qarshilari yo'q. Xulosalar mezonlar asosida qabul qilish taklifi bor va ruxsat bersangiz, tasnifiy belgilarni muhokama qilishga ruxsat beringlar. Birinchi, dissertatsiyani tasnifiy belgilari. Dissertatsiya natijalarining xarakteri. Ikkinchisi, dissertatsiya natijalarini yangilik darajasi. Dissertatsiya natijalarini qimmatliligi. Dissertatsiya mavzusini rejali tadqiqotlar bilan bog'liqligi. Dissertatsiyani amaliy ahamiyatli bo'lgan natijalardan foydalanish darajasi. Va oltinchisi, dissertatsiyani amaliy ahamiyatga ega bo'lgan natijalardan kengaytirilgan holda foydalanish bo'yicha tavsiyalar. Iltimos, quyidagi tasnifiy belgilar tasdiqlab berishinglarni so'raymiz. Qarshi betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul. Sizlarni nomingizdan izlanuvchimiz Ruhonaxon Bahodirjon qizini va uning ilmiy rahbar, tibbiyot fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim Alimova Nasiba Usmonovnani muvaffaqiyatli himoya bilan muborak etishga ruxsat berishingizni so'rayman. Umid qilamizki, u oliy attestatsiya komissiyasi devorlarida juda ham yaxshi ilgarilaydi. Kengashimizni yana bir ajoyib himoya bilan tabriklayman. Barcha kengash a'zolariga bugungi ishtirokinglar uchun rahmat aytaman. Kun tartibi tugadi. Mazkur yig'ilishni o'tkazish bo'yicha savollar bormi? Bunday bo'lsa, sizlarga bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildirish va barchangizga sihat salomatlik tilab qolaman. Rahmat. Kengash deb e'lon qilamiz.